Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida hokimiyat tizimidagi noqonuniy holatlarga chek qo'yildi. Xususan, Sirdaryo viloyati Xovos tuman hokimi o'rinbosari hamda viloyat investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining tuman bo'limi mutaxassisi o'zaro til biriktirib, noqonuniy boylik orttirishni maqsad qilishadi. Ular tasarrufida 452 gektar yer maydoni bo'lgan chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikni kelgusi yil sholi yetishtirish taqsimotiga kiritish, eksport rejasi bajarilganligini tasdiqlash, taqsimotsiz sholi yetishtirgan holatiga nisbatan chora ko'rmaslik, shuningdek, go'yoki Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyati bo'yicha o'tkazilayotgan tekshiruvda uni himoya qilish evaziga xo'jalik rahbaridan joriy yilning iyun oyida 10 ming AQSh dollari olishadi. Keyinroq esa hokim o'rinbosari yer maydonini davlat zaxirasiga olib qo'yish va fermer xo'jalik rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'attirish bilan tahdid qilib, qo'shimcha 20 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda hokim o'rinbosari o'zining hamtovog'i bo'lgan mutaxassis orqali so'ralgan pul mablag'idan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda hokim o'rinbosari hamda viloyat investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining tuman bo'limi mutaxassisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Navoiy viloyatida kuzatilgan holatda esa Karmana tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalariga mas'ul bo'lgan hokim yordamchisi noqonuniy ravishda 40 million so'm olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Aniqlanishicha, hokim yordamchisi xizmat mavqeyidan foydalangan holda o'zganing ishonchiga kirib, 2024-yilda boshqa bir fuqaroga ijaraga berilgan M37 avtomobil yo'li yoqasidagi 12 kvadrat metr maydonini uni nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 100 million so'm talab qilgan. Hozirda hokim yordamchisiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.